Assalomu alaykum azizlar. Znayka bilan Neznayka tortishib qolibdi, uy sotib olish kerakmi yo ijarada turish kerakmi? Znayka aytibdi, men uy sotib olaman debdi. Mana 400 ming dollarga uy sotib olibdi. Down payment bilan closing costlarga 100 ming dollar pul qo'ygan bola. Shunda oylik to'lovi 2075 chiqibdi. 400 dollar yer solig'i, 100 dollar insurance, shunda общий to'lovi 2576 har oyga keyingi 30 yilga. 30 yil davomida u mana 360 ga ko'paytirsak 360 oyga 927.360 dollar pul to'labdi. Oldindan qo'ygan 100 mingni ham qo'shsak mana 1 million 27 ming pul to'ladi. Znayka. Lekin uyi уже полный o'ziniki bo'ldi. Bu Neznayka bo'lsa renta turdi. Birinchi 10 yilda 2000 dollardan, keyingi 10 yilda 3000 dollardan, undan keyin 4000 dollardan turdi. Hammasini qo'shganimizda Neznayka rentni o'ziga 1080 dollar pul to'lab qo'ydi. Znayka 1 million 27 ming to'lab o'zini uyini oldi. Bu faqat renta turdi. Yana dalshi renta turishi kerak bu. Yana kimgadir pul to'lash kerak. 4 ming balki 5 mingdandir. Znaykani uyi bo'lsa, o'rtacha 50% dan oshgan bo'lsa, har 10 yilda 400 minglik uy 1 million 350 ming bo'ldi. Demak, Znayka aqlliroq ekan. Siz Znaykamisiz yoki Neznaykami? O'zingiz qaror qiling.